Assalomu alaykum yurtdoshlar, vatandoshlar, qadri baland qadrdonlar. Bizda ayni daqiqalarda Qo'qon Latifda dildan tabriklar va qutlovlar loyihasi davom etmoqda. Loyihamizga murojaat qilingan navbatdagi go'zal so'zlar, chiroyli niyatlarni o'z egalariga yetkazib berishga tayyormiz. Hayajonli daqiqalar. Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Hafizaxon onajonim, yaxshimisiz, salomatmisiz? Rahmat. Xayrli kunlar bo'lsin. Har bir kuningiz fayzli, sermazmun kunlarga boy bo'lsin. Rahmat. Allohga shukr, rahmat. Onajonim, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Allohning o'ziga banda Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan shukrona ayyomingiz bilan muborakbod etamiz. Rahmat, rahmat. Onajonim, sizni yaxshi ko'rguvchi barcha mehribonlar ardog'ida bo'ling. O'zimni tanishtirib o'tsam, mehrli niyatlarni, ajoyib tilaklarni yetkazib berishda ko'maklashayotgan loyiha Qo'qon Latifning dildan tabriklar va qutlovlar loyihasi. Shu loyihaning boshlovchisi Maftuna Aliyeva bo'laman. Hop, ishdaman. Onajonim, farzandlaringiz Feruzaxon, Ilhomjon, Madinaxon, Maftunaxon barcha sizni yaxshi ko'rguvchi mehribon nabirajonlaringiz, shirindan shakar ne'matlaringiz baxtiga doim salomat bo'ling. Nimaiki orzu-niyatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, barchasi ijobat bo'laversin. Rahmat, Allohga shukr, rahmat. Sog' bo'linglar. Onajonim, ayni damda sizga bir savol bermoqchiman, maylimi? Mayli, deyman. Nima deb o'ylaysiz, bugun tavallud ayyomingiz munosabati bilan shirin so'zlarni yo'llab, bir quchoq shirin kayfiyatlar, osmon qadar shodliklar ulashib kelayotgan mehriboningizni taxmin qila olasizmi? Kimligi nima? Albatta onajonim, kim deb o'ylaysiz? Farzandlarimda Qaysi birlardan deb taxmin qila olasiz? yo Maftunaxon yo Madinaxon. Albatta onajonim, Maftunaxon qizingiz barcha farzandlaringiz nomidan shirin tilaklarni o'zidan oldin yetkazmoqchilar. Tinglashga tayyormisiz onajonim? O'qib eshitiraman. Allo. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum, mening mehribonim, yuzlari nurli, yuragi doimo yaxshiliklarga to'la bo'lgan, mehr muhabbatda tengsizim, volida mukarramam, farishta yuzligim. Bugungi tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz sizga muborak bo'lsin. Kaftlarimizni juftlashtirib, siz uchun tolilaringizni go'zal bo'lishini tilaymiz, ona. Ilohim, hech qachon dard ko'rmang, g'am ko'rmang, dunyo turgunicha turing. Bizning baxtimizga hamisha farzandlaringiz, nabirajonlaringiz baxtiga o'zingizni doimo ehtiyot qiling. Onajonim, siz biz uchun misoli bir farishtasiz, hayotimizga o'rnaksiz. Bosgan izlaringizdan gullar unadigan, farishtalar havas qilsa arziydigan, hech kimning, birovning ko'nglini og'ritmaydigan yumshoq tabiatli bir xilqatsizki, Allohim o'zi suygan baytida sizni yaratgan. Allohim, biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ilohim, inshaalloh go'zal kunlarimiz ko'p bo'lsin u shodiyonalik, xursandchilik kunlarimizda xonadonimizni nur ziyoga to'ldirib, to'rlarda duogo'yimiz bo'lib yuring. Katta hajlarga, umralarga borishlik baxti takror va takror nasib etaversin. Hoji onajonimiz bo'lib xonadonimizni nur ziyoga to'ldirib turing. Aziz onajonim, siz dunyodagi eng yaxshi, eng mehribon onasiz. Siz bizning eng qimmatli boyligimizsiz. Ilohim, Allohim, baxtimizga umringizni uzoq, tanajoningizni doimo salomat etsin. Doimo farzandlarning rohatini, chiroyli kunlarini ko'rib yurishlik barchamizga nasib bo'lsin, onajonim. Yoshlik qilib bilib bilmay ba'zan qalb gavharingizga ozor berib qo'ygan kunlarimiz bo'lsa, Allohim uchun bizni kechiring, onajonim. Erkaliklarimizga sabr bilan, o'git bilan javob qaytarib, bizni chiroyli ta'lim, tarbiya bergan, oilada o'z o'rnimizni topishimiz uchun shirindan shakar ta'lim tarbiyalarni bergan aziz onajonimizsiz. Baxtimizga doim salomat bo'ling. Yuzingizda doim tabassum bo'lsin. Biz farzandlaringizning kulgulari doimo sizga quvonch baxsh etib tursin, onajonim. Hamisha men yaxshiman deb aldaguvchi, biror joyi og'risa ham bizga aytmagan munisgina mushtipar onajonim. Doim o'zingizni biz uchun ehtiyot qiling, onajonim. Bizga doimo keraksiz. Buni hech qachon unutmang. Doimo sizni yaxshi ko'ramiz va go'zal tavallud ayyomingiz bilan muborakbod etamiz, onajonim. Rahmat, rahmat. Bir zot bor, ko'ksida mangu bahorlar.
qalbida muhabbat oftobi porlar. Mehridan eriydi ming yillik qorlar. Bu mening onamdir, bu mening onam. Duosi ijobat nafis durdonam. Yiqilsam suyangan aziz ostonam. Gul jonim shamiga munis parvonam. Bu mening onamdir, bu mening onam. Qadoqli kaftida eng go'zal ranglar, beozor nutqida eng xush ohanglar, oh cheksam yummay ko'z orttirgan tonglar. Bu mening onamdir, bu mening onam. Eng aziz ne'mat deb to'ygan zot meni. Bir umr ko'ksiga qo'ygan zot meni. Jonidan ham ortiq suygan zot meni. Bu mening onamdir, bu mening onam deya ajoyib tabriknomalarni Maftunaxon qizingiz siz uchun yo'llayaptilar. Rahmat, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Tan joni sog' bo'lsin. Ilohim, onajonim aytganingiz kelsin. Bugungidek chiroyli sanalar xonadoningizda bardavom bo'lsin. Barcha mehribonlaringiz ardog'ida qatorlardan xato bo'lmagan holatda shirindan shakar farzandlaringiz, nabirajonlaringiz bilan iftorlik dasturxonida bugun go'zal ayyomingizni eng go'zal lahzalardek o'tkazib oling onajonim. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. Ilohim ucham kamlik ko'rmasin, dallariga bosh bo'lsin. Ilohim qo'shgani bilan qo'sha qilsin. Dallarni o'zi havasini ko'rsin o'sha qizlar. Rahmat. Aytganingiz Sizlarga ham kelsin. rahmat. Ilohim sizlar ham tan jondan sog' bo'lsin. Ilohim. Rahmat onajonim, aytganingiz kelsin. Kelinglar o'zlaring ham. Xo'p bo'ladi onajonim, omon bo'ling. Rahmat. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Yomon bo'lsam kerakman kimga o'zi, kimga o'zi? Do'stlarim chekkada tursin. Menga o'tarkin qani kimning so'zi, kimning so'zi? Yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar. Mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha.